Bismillah, bir kunda $150, eng kami undan keyin $200-250 topsangiz bo'ladi. Qanaqa ishlarga qiziqyapsizmi? 3 kishi kerak akalar. Birinchisi somsapas kerak. Agar siz 300 ta 400 ta, endi bu sizning mahoratingizga bog'liq. Qanchalik shirin qilsangiz shuncha olishaveradi. 300 ta 400 ta yopadigan bo'lsangiz $300 topsangiz ham bo'ladi. Bu bir kunda. Ikkinchisi novvoy kerak bo'ladi. Novvoylarni ham ishini bilasizlar, zo'r. Uchinchisi bizga oshpaz kerak bo'ladi. Oshpazlar endi hozir oshxonani egalari sajam emas, hozir oshpazlar sajam bo'lib ketgan. Akalar zakaz berish uchun deb yurgan poppa. Xo'p, murojaat uchun men aytdi. Tenga nomerlar chiqarib qo'yaman. Shu nomerlarga telefon qilib, bemalol bog'lanib, gaplashib borsanglar bo'ladi. Manfaatli bo'layotgan bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar, keyingi videolarda o'tkazib olmaslik uchun. Ha, yana bitta narsa qolib ketibdi. Akalar, lichkaga javob bera olmayapman. Shuning uchun Telegramda mana shu yerda chiqarib qo'yaman. Muhammad Amin deb yozsanglar, Telegram kanalimiz chiqadi. Shu yerga sizda qanaqadir ish bo'ladigan bo'lsa, adminga yozib qo'ysangiz, siznikini ham reklama qilib yuboramiz. Manfaatli bo'lib qoladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.